Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun obzor qilmoqchi bo'lgan uchastkamiz Jondor stansiyadan ozgina o'tgandan keyin joylashgan. Kimga ma'lumot qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta video obzorni oxirigacha tomosha qiling. Har doim degan ma'lumotimiz video so'ngida. Qani ketdik. Maydonni o'z ichiga oladigan qilib 4 ta xona va oshxona va sanuzlardan iborat. Uyimizda 4 tomondan o'ralgan devorlar bilan va ichkari qismida o'zini bog'larga ham ega. Ushbu xonadonimizni kelib remont qilib bemalol yashashingiz mumkin. Eng asosiysi ushbu xonadonimizni ipoteka shaklida ham qarishingiz mumkin. Narxga keladigan bo'lsak, narxini uyda egalari 65 ming dollar deyapti. Yana barakasiga ancha-muncha o'tib beriladigan joyi bor. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, har doim deb pastga raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Operatorlarimiz sizning savollaringizga to'liq va batafsil javob berishadi.